Bugun biz sizlar bilan latina makiyaj qilamiz. Necha kundan beri makiyajni video qilyapman. Nadeyus sizlarga yoqyapti. Itak, birinchi bo'lib baza sifatida Roundlab kremini ishlatamiz. Keyin albatta qoshimizni fiksator qilamiz. Menda fiksator no. Hozircha menda qosh uchun faqatgina shu paletka, shu uchun shuni jigar rangini olib ishlatamiz. Vizajistlar ishlatadigan paletkadan menda ham bor. Shundan ikki xil konsillerni aralashtirib qoshimizni tagiga suramiz. Birinchi kistочка, keyin gubka bilan yaxshilab yediramiz, чтобы hech qanaqa poloskalar qolmasin. Keyin yana konsiler тоже добавить qilamiz. Keyin konsilerimiz skatываться qilmasligi uchun baking uchun pudrani olib shunaqa surtib chiqamiz. Qachonlardir menga shu kushonni yuborgan edilar. Наконец-то u ham menga kerak bo'lib qoldi. Mana yaxshilab birinchi o'zini gubkasi bilan, keyin sponjik bilan qilib chiqdim. Keyin albatta pudra bilan zafiksировать qildim. Bugun biz sухой produktlarni ishlatamiz. Birinchi yuzimizni konturing qilib chiqamiz. Обязательно burnimiz va ko'zimizni ustiga ham konturdan qo'shamiz. Latino makiyajda juda ham komplex va highlighter ishlatayotganlar. Shu uchun именно shu oq highlighterni ishlatdim. Bugungi makiyajimiz matoviy bo'lishi kerak. Shu uchun labimizni ham matoviy qilamiz. Mister qalamni 776 konturi, keyin Lux Visajni 103 va 121 raqamli pomadasi. Voila, bugungi bizning makiyajimiz shunaqa matoviy, chiroyli, menga yoqdi.